Dasht o'rtasiga yetganda qorong'u tushgandi. Mashina o'rindig'ining yap-yangi qopchig'ini yechib, murdani o'radi. Chuqurga dumalatib benzin sepdi. Olov lop etib havoga qoramtir tutun o'ralab, badbo'y hid dimoqqa urildi. Sobit o'qchib yubordi-da, ancha vaqt hush-behush yotdi. Keyin esa qo'l ustiga tuproq tortib, mashinasiga o'tirdi-da, uyiga jo'nadi. Shu kecha umrida eng dahshatli tushni ko'rdi. Sharpa pusib kelmadi. Balki uvillagancha o'zini oynaga urdi. Uni qonga belangan basharasi, chaqilgan tuxum singari oynadan oqib tushar. Goh po'lat urib yuborgan kostyumli kishi, goh badburush kimsaning yuz-ko'zi shakliga kirardi. Bu hol tonggacha takrorlandi. Dod solgancha o'zini uy burchaklariga otayotgan Sobitni tez yordam olib ketdi. U ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirildi. 3 hafta es-hushini tanigach, shifoxona hovlisiga chiqarildi. Qavm qarindosh ko'rgani keldi. Urug' aymog'ingizdan bunaqa kasal chiqmagandi. Nima jin urdi ekan, kuyundi onasi. Nimadandir qattiq qo'rqqan deyapti folchi, gap qo'shdi xotini. Amakilari-yu, amma xolalari ham bir nimalar deyishdi. Sobit boshini zo'rg'a ko'tarib, kirtaygan ko'zlarini yiltiratib so'radi. Bola bezoridan kim yo'qolibdi? Hech kim, deyishdi qarindoshlar. O'ligi ham, tirigi ham topilmayotgan birorta odam haqida eshitdilaringizmi? Ko'rgani kelganlar ko'z urishtirishdi. Yo'q, Sobitjon, yo'q. Ular ketar oldidan bemorga dalda berishdi. Yangidan shifo tilashdi, yaratgandan shifo tilashdi. Ertasiga Sobitning bojasi qo'ltig'iga juft non qistirib keldi. Yer ostida ilon qimirlasa biladigan bu odamdan ham bola bezorida yo'qolgan badburush kishi haqida surishtirdi. O'lik tirigi topilmayotgan odamning shov-shuvini eshitmadim, dedi bojasi. Lekin bola bezoridagi tarbiyasiz qitmirlar yomon hazil qilishyapti. Tunov kuni qishlog'imizdagi qassob 2 tomoni tolzor bo'lgan yo'ldan mashinasida o'tayotganda odamning naqd o'zi qilib yasalgan qo'g'irchoqni shoxdan tashlab yuborishibdi. Nima? Quloqlariga ishonmadi Sobit. Bo'yniga arqon bog'langan badbashara nusxa qonga belangancha holda lop etib osmondan tushsa, yurak yorilib ketarkan. Yaxshiyam qassobning yuragi otnikidek. Shunaqa demaysizmi, bojam? Sobit qiyqirib o'zini har yonga ota boshladi. Men qotil emasman. Ura, hech kimni o'ldirganim yo'q. Gunohlarimga tavba qilaman. Po'lat aybdor. Hammasiga Po'lat aybdor. U vijdonini sotishimni buyurdi. Shifokorlar Sobitni ichkariga sudrashdi va tinchlantiruvchi ukol qilishdi. O'sha kecha tush ko'rdi, ammo oyna ortidagi zulmatda sharpa yo'q edi. Ertasiga shifoxonadan qochib avtobus biqinib qo'shni tumanga keldi. Bir traktorga osilib dashtga ham yetdi. Badburush kimsani ko'mgan chuqurni topib, it kabi kavladi. Kavlayotib o'yladi. Shifoxonadan chiqib militsiyaga borishim, Po'lat bilan o'zimning jinoyatlarimni so'zlab berishim kerak edi. Dashtda nima qilib yuribman? Agar tuproq tagida murdaning qoldiqlari o'rniga plastmassaga kuyuklari chiqsa, yopiqlik qozonni yopiqligicha qoldirmoqchimanmi? Har holda bejiz kelmadim. Bola bezorida qo'g'irchoqni urib yuborganini o'zimga isbotlamoqchimanmi? Keyin 4 tomonim qiblami? Shu payt qo'liga qattiq narsa ilashdi. Qarasa, yarim kuygan plastmassa. Yana kavladi. Qoraygan yog'och bo'laklari. Ura!
Men hech kimni o'ldirmaganman, bo'kirdi. Sobit asablari charchaganini uchun esim kirdi chiqdi edi. Qo'g'irchoq menga odam bo'lib ko'ringan. Endi soppa-sog'man. Jinoyatchi ham emasman. Hoziroq militsiyaga boraman-da, Po'lat 6 oy avval yolg'on guvohlik berganini aytaman. Biz o'shanda yo'l chetidagi odamni bosib ketganmiz. Ichgan ham edik. Ekspertizaga pora ham tiqishtirgandik. Sobit chuqur nafas oldi. Borayotgan quyoshdek qontalash ufuq ham qishloqqa kirayotgandan poda ham naqadar go'zal edi. Katta yo'lga yetganda qosh qaraydi, u shoshilardi. Jamiki gunohlarini to'kib solishga joni ila intiq edi. Biroq yo'l o'rtasida 2 qadam chiqqanini sezmay qoldi. Jiguli shunday zarb bilan urdiki, ko'zlari ochilganda mashinaning orqa o'rindig'ida yotardi. Old o'rindig'ida 2 o'spirinning baqir-chaqiri qulog'iga kirdi. Mana shifoxonaga yaqin qoldik-ku. Hayotini saqlab qolsak, qamalmaysan. O'chir, miyasini abjag'i chiqqan. Guvohnomasiz mashina haydaganim uchun hammadan ko'proq qamashadi. Doktorlar bilmasdan qayta qolaylik. Dashtga demoqchimisan? Ha, baribir chuqurlikka ko'mib tashlamasak, kim bilib o'tiribdi. Sobit gapirmoqchi edi, tili aylanmadi. Oyoq qo'li tosh misol qotib qolgandi. Ivigan qon tilini qimirlatishga qo'ymadi. Vujudini iskanjaga olgan og'riqdan ingradi xolos. Keyin yana hushidan ketdi. Yuziga mayda bo'laklar sachraganidan ko'zi ikkinchi bor ochdi. Olis osmonni, jilvalanayotgan yulduzlarni va ustiga tuproq otayotgan o'spirinlarning qorasini ko'rdi. Bolalar, nima qilyapsizlar? Xudrandi u. Gapirdimi? Tek qotdi biri. Tirikka o'xshaydi jo'ra. Qanaqasiga qonga belanib yotibdi. Baribir o'ladi. Endi kech, xirilladi ikkinchisi. Sobitning ko'zlariga tuproq tuldi. Og'ziga tosh aralash sho'r tuproq kirgach, tipirchilashga urindi. Oyoq qo'llari singan bo'lsa kerak, qimir ham etolmadi. Havo, bo'g'ilib o'layapman. Sobit ham barcha tiriklar kabi o'limni eslab turguvchi edi. Bir tomon tuproqqa ko'milgach, nafas olishdan to'xtadi. Tomirlari yorug'idek bo'rtganini, ko'zlari qinidan chiqayotganini his etdi. O'limini kutdi. Sukunat, qorong'ulik, nafas olishni shunday istayaptiki. Bir payt tushlaridagi deraza ko'rindi. Sharpa oynaga ohista yaqinlashib, boshiga nuqdi. Niyatingga yetding, dedi Sobit. Men o'layapman. Shuncha vaqtdan beri senga o'lim tilaganim yo'q, so'zladi Sharpa. Boshimni ko'rsatayotganimni sababi har bir ishni aql bilan bajar. Tur, hayotga qayt, Sobitjon. Bundan keyin halol inson bo'l. Vijdoningga qarshi chiqma. Sobit so'nggi kuchini to'plab hayot sari talpindi. Nazarida tuproqni sochib, hayqirgancha oyoqqa turayotgandek, gumroh o'spirinlarni lol qoldiradigandek edi. Va shunday qildi ham, ammo Sobir ustidagi ko'rpani otib, karavotdan gursillab yiqildi. Shovqin suronni eshitgan oq xalatlilar palataga chopib kirishdi. Men qayerdaman? Qora terga botgan Sobit atrofga alangladi. Shifoxonada, deb javob berdi oq xalatli. Ruhiy kasalliklardimi? Shunaqaroq. Meni qayerdan topib kelishdi? Doktor, iltimos, tentak deb o'ylamang. Qanday kelib qolganimni eslolmayapman. Dashtda edim. Meni tiriklayin ko'mishayotgandi. Sizni hech qayerdan topib kelmadik. Shifokor uni yupatdi. Yangi Nexia'da qishlog'ingizdan ruhshunos huzuriga kelgansiz. U bizni tavsiya etgan. Asablaringiz
charchagan. Biz davolayapmiz. To'xtang, men o'sha kuni mashinada uyga qaytib ketgandim-ku. Yo'q, ruhshunosning xonasida hushingizdan ketdingiz. U sizga birinchi yordam ko'rsatib, hayotingizni saqlab qoldi. Mashinangizni xotiningizga topshirdik. Demak, bola bezordagi qo'g'irchoqni urib yubormaganman. Dahshatdan qaytishda meni ham mashina bosib ketmagan. Tiriklay ko'milmaganman. Albatta shunday. Ertaga militsiyaga boraman, dedi Sobit. Vijdonim shuni buyuryapti. Hozir esa xotirjam uxlashim kerak. Shifokor jilmaydi. Chiroq o'chirilgach, qo'shni karavotdagi bemor dedi. Men sog'aysam militsiyaga emas, Napoleon Bonapartning saroyiga boraman. Biz 50 yildan beri do'stmiz. Tamom. Shabnamoy.